Andijon viloyati madaniy meros boshqarmasi tomonidan sohaga oid bir qancha chora-tadbir rejalari amalga oshirildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktyabrdagi moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini shakllantirish to'g'risidagi 846-sonli qarori tasdiqlandi. Bu qaror ijrosi yuzasidan viloyat hududida 420 ta madaniy meros obyektlari milliy ro'yxati shakllantirildi va bu o'z navbatida tiplarga bo'lib chiqildi. Xususan, bular arxitektura yodgorliklari, arxeologiya yodgorliklari, diqqatga sazovor joylar hamda monumental san'at yodgorliklariga bo'linadi. Xususan, viloyatimizdagi 221 ta arxeologiya yodgorliklari hamda 74 ta arxitektura yodgorliklari, 85 ta diqqatga sazovor joylar, 42 tasi monumental yodgorliklar hisoblanadi. Xususan, bu obyektlarni o'z navbatida tiplarga bo'lishimiz mumkin. Misol uchun, respublika va mahalliy ahamiyatdagi madaniy meros obyektlariga bo'linadigan bo'lsa, 241 tasi respublika ahamiyatidagi moddiy madaniy meros obyektlari hisoblanadi. 101 ta madaniy meros obyektlarimiz hozirgi kunda mahalliy toifadagi madaniy meros obyektlari bo'lib, bularda har chorakda monitoring ishlari, tahliliy nazorat ishlari olib borilmoqda. Mavjud madaniy meros obyektlarining 402 tasi davlat tasarrufida bo'lib, 20 tasi xususiy mulk shaklida hisoblanadi. Viloyatdagi 420 ta madaniy meros obyektlari o'z navbatida bu obyektlarda kadastr hujjatlari shakllantirildi. Bu bo'yicha kadastr bo'lim boshliqlari hamda mutaxassislari tomonidan viloyat kadastrlar palatasi agentligi bilan hamkorlikda kadastr hujjatlari rasmiylashtirildi. Hozirgi kunda fuqarolarga korrupsiya holatlari yuzasidan bir qator tushunchalar berib o'tildi.